boshlag'ich rosa qiyin bo'lyapti. Kunigacha bo'lib o'tgan video selektorda skuter va mopedlar uchun chiqarilgan qonunga prezidentimiz nuqta qo'ydi. Assalomu alaykum qadrli do'stlar. Videoni kuzatishda davom eting. Nima sababdan nuqta qo'yilganini video davomida aytib o'tamiz. Bundan oldin kanalga obuna bo'lib qo'ying, shunaqangi yangiliklarni o'tkazib yubormaysiz. Biz modellar bilan, ya'ni 25-yil modellari bilan tanishtirib o'tamiz. Yangi narxlar, yangi skuterlar. Videoni kuzatishda davom eting. Skuter so'ragan shunaqangi tanishlaringizga videoni yuborib qo'yish esdan chiqmasin. $420 modelimiz $350 aksiyaga tushgan edi va bu aksiyamiz hali hanuz davom etyapti do'stlar. Ulgurib qoling, faqat soni cheklangan 28 diskalik 20 akkumulyatordan 5 ta qo'yilgan, egarlari ko'tarilib tushiriladi. Orqasida bemalol passajir o'tirib ketsa bo'ladi. Ikkitadan 4 ta amortizator bor. Passajir uchun oyoq qo'yadigan joylar bor. 180 kilogacha, 200 kilogacha qo'rqmasdan yuk yuklasangiz bo'ladi. Orqada bachoylar bor. Bachoylarda qo'shimchalardan kaska, jilet bonus sifatida qo'shib beriladi. Juda ham ko'pchilik aytayapti, qo'shib beriladi deyapsiz. O'z ichidan chiqadi-yu deb aytayapti. Kechirib qo'yasiz. Birinchi chiqqan skuterlarda hech qanaqa kaska, jilet, qo'shimcha mejigarlar, bakovoy zaryadchilar bo'lmagan. Shuning uchun hozir qo'shib beramiz deb aytayapmiz. To'g'ri tushunasiz degan umiddamiz. Zaryadchik bakovoy hamda qo'shimcha mejigar pultlari qo'shib beriladi. Bu yerda pedali ham mavjud. O'ngga chapga pоворotlar, signallari yoqqan holatda ko'rsatib beraman. Dalniy blижний faralari hamda 3 ta skorsi bor. Maksimal tezligi 50-55, bitta zaryadi bilan 70-80 km masofa bosib o'tsangiz bo'ladi. Juda ham yumshoq, amortizatorlari juda ham ajoyib, ko'rishingiz mumkin, yumshoqqina. Politsiyaskilarni bildirmaydi, ancha-muncha to'qchanoqni ko'rdim demaydi do'stlar. Narxini yana bir bor eslataman, $350. Do'stlar, kuzatishda davom eting. Biz keyingisi bilan tanishtiramiz. Keyingi modelimiz o'tgan yilgi sezonda $650 dan sotilgan qora bayr modelimiz. Ko'rishingiz mumkin, atrofi polni zanglamas duga bilan o'ralgan. Tezligi 60 ga bemalol ko'tarila oladi. Bitta zaryadi bilan 70-80 km gacha indamasdan masofa bosib o'tadi. Amortizatori juda ham ajoyib. 20 akkumulyatordan qo'yilgan, 1,5 ming watt оборот. Oldi orqa zatniy xotlari bor. Dalniy blижний faralar, avarinka rejimlar, signallari juda ham ajoyib holatlari mavjud. Kolonka blusi ham bor. Qo'shimchalardan chexoli, bakovoy zaryadchik hamda qo'shimcha mejigar pultlari beriladi. Hozirgi narxi $580 dan qilib beryapmiz do'stlar. 6 akkumulyatorlik qora bayr modelimiz. Bu yilda Redline modelini sindirishga chiqqan Tesla modelimiz. Redline modelini hammamiz bilamiz. Balonlari, motorlari xuddi shu Redline bilan bir xil. Motor quvvati 1,5 ming, uzr. Shu tomondan farq qiladi. Ostda 20 akkumulyator joylashtirilgan, mejigar pultlar hamda NFC kalitlari ham bor. Atrofi duga bilan o'ralgan. Tezligi qonun doirasida, ya'ni 25 dan o'tmaydi. Orqada shunaqangi ajoyib bachoylar bor, egar tagida bachoyga bor, oldida hamda setkalari mavjud. Oldi orqa jiddiy model. Signallari, dalniy blижний faralar, o'ngga chapga pоворotlar, 3 ta skorosti hamda parkovka rejimlari bor. Haydovchimiz uchun oyoq qo'yadigan joylar, velosiped haydab ketsa bo'ladi. Passajirimiz uchun oyoq qo'yadigan joylarigacha mavjud. Bu modelimiz hozirgi kunda $480 dan sotilyapti. Ulgurib qoling do'stlar, buni ham soni cheklangan. Eng full pokoleniyasi. O'tgan sezonda $1100 dan qo'limizga tegmasdan sotilgan benzinli tank model. Ko'rishingiz mumkin, 2025-yil yangilik benzinli tank modeli. O'tgan yili bu modellarimiz oddiy holatlari ham $1100 dan sotilgan edi. Hozir bunimiz 2025-yil yangilik model bo'lib kirib keldi. Orqa oldi jiddiyslik, kolonka bluslari mavjud. Bu yerda banishni qo'yadigan teshikchalar ochilgan, o'tgan yilgisida yo'q edi do'stlar. Mejigar pultlarigacha, ya'ni pultdan zavod qilsangiz bo'ladigan holatlar bor. Qo'shimchalaridan kaskasi mavjud. O'tgan yillarda yo'q edi. O'tgan yil $1100 dan sotilgan edi. Narxini taxmin qilib turing, kommentariyaga yozing do'stim. Nech pul buni narxi? Ya'ni 2025-yil narxi. Agar sizni ko'nglingizdagi narxda ham arzon aytsam, kanalga obuna bo'lib qo'yish esingizdan chiqmasin. Ko'rishingiz mumkin, 12 litrli bok, 150 kubalik mototsikl, shot spravka hamma dokumenti mavjud. Bemalol dokumentidan muammosi yo'q.
Atrofi poni duga bilan o'ralgan. 100 kilometrga 3 litr, 3,5 litr atrofida benzin rasxod qiladi. Tezliklari 95-100. Shunaqangi mototsiklli skuterlarga qiziqib yurgan tanishiga videoni yuborib qo'ying do'stim. Narxi $950 ga chiqarib beramiz. Rossiyada kuryerlik sohasi bilan shug'ullanib yurgan tanishlarimizga juda ham tanish bu. Monster hamda Minaco modellarini qanday ko'p ishlab chiqargan 100 ga 100. Faqat motor quvvati sal kichkinaroq bo'lgan. Minaco Monsterda 2000 watt bo'lsa, bunda 1,5 volt motor quvvati bor. 62-20 lik litiy-ionli akkumulyatorlar joylashtirilgan egar tagida. Tezliklari 50-55, bitta zaryadi bilan 80-90 kilometrgacha masofa bosib o'tadi. Kimdir kuryerlik bilan shug'ullanmoqchi bo'lsa, bemalol xarid qilishi mumkin. Juda ham baquvvat narsa. Oldi orqasi jitkisli bo'ladi. Narxini video davomida aytib o'taman, taxmin qilib turing. Oldida setkalari bo'ladi. Egarlarni bemalol ko'tarib tushirsangiz bo'ladi. Orqada shunaqangi yashiqchasini qo'yib yursangiz bo'ladi, dast tashiylar uchun. Oyoq qo'yadigan joylari juda ham keng. Velosiped qilib haydasangiz ham muammosiz ketaveradigan holati bor. 180 kilogacha indamasdan, ya'ni qiynalmagan holatda yuk ko'tara oladi. Narxiga keladigan bo'lsak, $480 ga chiqarib beramiz. Qo'shimchalardan zaryadchik bakovoy hamda mezigar putlar qo'shib beriladi. Eng qizig'i buni telefon qo'yadigan postavkalargacha mavjud. Shoshilib qoling, O'zbekiston bo'yicha dostavka qilib beramiz. Buni qoldirib qo'ying. 2025 modellardan 3 g'ildiraylik ham passajirni ham bemalol 250 kilogacha yuk olib ketsangiz bo'ladigan velo skuter. Juda ham ko'pchilik so'rayapti turadi. Qolmagan edi bundan. Do'stlar, bir dona qoldi. Shu. Shoshilib qoling. So'raganlar aloqaga chiqinglar pastdagi raqamlarga. Narxi $500, oldin aytaman. Bemalol 250 kilogacha, ya'ni borti bor, ko'rishingiz mumkin. Passajirni qilib ketsangiz ham bo'ladi. Qiynalmagan holatda bemalol ketadi. Xuddi shu holatda. Shofyorimiz oyoq qo'yib ketsa bo'ladi. Kolonka bluslari mavjud. O'ngga chapga pоворotlar, signallari hamma yo'g'i joy-joyida. Telefon qo'yadigan postavkasigacha bor. 48 ga 12 lik akkumulyator, 250 wattli motor, bitta zaryadi bilan 30-35 km masofa bosib o'tadi. Yuk bilan 25-30 km atrofida bo'ladi. Narxini aytib o'tdim. Motorlari oldiga ko'chirilgan 24 razmerda bo'ladi, balon razmeri. Prava talab qilinmaydigan o'sha JK Testa modelimiz. 5 ta akkumulyatorlik. Bu modelga diska qo'shimcha beriladi do'stlar. Egar tagida bachok, orqada bachok hamda oldida setkalari mavjud. $420 dan sotilgan edi. Hozir bularimiz aksiyada $380 dan. Xuddi shuni faralari bo'rtib chiqqan holati ham bor. Yonboshida dugali holati ham mavjud. Bemalol aloqaga chiqib olasizlar. Telegramga murojaat qilsanglar, ya'ni o'ziga yoqqan modelni skrinshot qilib, rasmga olib, Telegramdan yozsanglar, adminlarimiz javob berishadi. Old tormoz jitkisi bo'ladi. Qo'shimcha mezigar pultlari mavjud. Bitta zaryadi bilan 50-60 kilometrgacha masofa bosib o'tadi. Tablo ko'rsatkichi 25 dan o'tmaydigan qilsangiz bo'ladi yoki undan yuqoriroq qilsangiz ham bo'ladi. Tezliklarini ham xuddi shunday nastroyga qilsangiz bo'ladi. O'zini pishiqligi bilan, baquvvatligi bilan o'ziga o'zi laqab olgan skuterimiz. Ya'ni tank modeli. Elektronik tank modeli. 5 ta akkumulyatorli bo'ladi, 14 razmerli balon, old tormozlari jitkisli bo'ladi. Orqada bemalol passajir o'tirib ketsa bo'ladigan holati bor. Yonboshlari LED bilan joylashgan. Oldida shunaqangi Lisyang mashinalarini farasiga o'xshaydi, juda ham ajoyib yonadi. Bachuvchalarida kaska jileti mavjud hamda zaryadchi bakovoylarni ham qo'shimcha qilib beramiz. Pavorotlar juda ham ajoyib. Do'stlar, bu modelimizning narxi $350. Xuddi shuni 16 saka diskalik modeli ham mavjud. Ularimizni narxi kechirasizlar, $400 ga chiqarib beramiz. Xuddi shunaqangi ikkita o'rindiqlik 16 saka diskalik dugalik variantlarimiz ikkita farali bo'lib yetib kelgan. Uni ham video davomida ko'rsatib boramiz. Bunimizning narxi $350. Yana bir yangilik modellarimizdan dugalik tank modelimiz. Yangilik bo'lib kelgan bular. 2025 model.
Ko'rishingiz mumkin. 5 ta akkumulyatorlik, 500 vatli motor. Tablolari 25 tezlikdan o'tmaydi, lekin o'zining yurishi ancha yuqori. Bitta zaryadi bilan 50-60 km masofa bosib o'tib bo'ladi. Old tormozlar jetkisi bo'ladi. Original amortizatorlar do'stlar. Passaj uchun oyoq qo'yadigan joylar, o'tirib ketsa, suyanib ketsa bo'ladigan holatlari mavjud. Oldi ko'rinishlari nima deyapti, o'zingizlar bir baho berasizlar. Bularimizni narxi $400 dan chiqarib berdik, xudo xolasa. O'zini narxi bilan, sifati bilan xalqimiz yuragidan joy olgan 14 razmerlik cho'ntak modeli. Egarlarni ko'tarib tushirsiz bo'ladi, 4 ta akkumulyatorli bo'ladi, 250 vatt motor. Hech qanaqangi prava shart emas. Telefon qo'yadigan postavkalari, signallari, old setkalari temirligidan bo'ladi do'stlar, originali. Qo'shimchalardan kaskasi, jileti, bokovoy zaryadchi hamda mezigar putlar hamda pedallarigacha qo'shib beramiz. $280 dan sotilgan edi. Hozir bularimizni narxini $260 dan aksiya qilib qo'yganmiz. Shoshilib qolinglar. Soni cheklanmagan miqdorda mavjud. O'zbekiston bo'yicha dastavka qilib beramiz. O'sha aytgan gapim hammaga ma'lum mashhur bo'lgan. Endi 16 razmerlik cho'ntak modelimiz. Ko'rishingiz mumkin. Juda ham chidamliligi uchun xalq o'zi bunga laqab qo'ygan yo'l tanlamas deb. Egarlari ko'tarilib tushiradi. Juda ham ro'zg'orbop degan modelimiz. Passajir ketsa bo'ladi, orqasida bachoylari bor, xarajat qilsiz bo'ladi, oldi setkasi mavjud. Aytganimdek, yana xarajat qilsiz bo'ladi. Old tormozlari jetkislik, qo'shimchalaridan kalit mezigarlari, masofadan boshqarish put kalitlari hamda signal, telefon qo'yadigan postavka, kaska jilet, zaryadchi bakovoy hammasi mavjud, pedaligacha bor. Bunimizning narxi $380 dan sotilgan edi. Hozirgi narxi $340 qilib qo'yganmiz. Shoshilib qolinglar, soni umuman cheklanmagan. Kanalga obuna bo'lganlar uchun faqat bu narx. Hozirroq obuna bo'lib qo'ying, esdan chiqmasin. Biz keyingi modelni ko'rsatishda davom etamiz. Hoji aka, siz so'ragan skuterni olib kelib qo'ydik. Keling bir qator tanishtirib beray buni. Zakaz qiling dedingiz, mana zakaz qilib qo'ydik, xudo xolasa. Siz xuddi siz aytgandek egarlari oldiga orqaga suriladigandan ko'rishingiz mumkin. Hojanam yuklab olib, ketsangiz bo'laveradi. Bu yerda o'zingiz o'tirib, bu yerga bitta nevarani yuklab, bozor uchun aylanib ketsangiz bo'laveradigan holati bor. 5 ta akkumulyatorlik, oldi setkalari mavjud. Bemalol yosh bolalarni yuklab, bog'chaga olib borib kelsangiz bo'ladigan holati bor. Egarni oldiga surib, orqada bachoylari bor. Bachoygida zaryadchi bakovoy mavjud. Eng full holati, xudo xolasa, $580 dan sotilgan edi. $550 dan skidka narxiga tushirib qo'ydik hojaga. Endi olmasangiz bo'lmaydi. Shoshilib qoling. Buni masofadan boshqaruvchi mezigar pulti ham mavjud. O'zbekiston bo'yicha dastavkasi ham bor. Yana nima kerak sizga? Prosta xarid qilish kerak. Do'stlar, prava masalasi bo'yicha yana to'xtaladigan bo'lsam, kechagi kuni video selektor o'tkazildi. Prava masalasiga prezidentimiz Shavkat Miromonovich nuqta qo'ydi. Shuning uchun hech qanaqangi pravani o'ylamasdan bemalol ko'ngilni to'q qilib, xohlagan skuteringizdan xarid qilsangiz bo'ladi. Prava muammosi endi tugatildi. Sizlar bilan onlayn kanali bo'ldi. Shunaqa yangiliklarni o'tkazib bormaslik uchun kanalga obuna bo'lib qo'yish esdan chiqmasin. Videoga albatta like bosib, shunaqangi skuter so'ragan, moped so'ragan tanishlaringizga videoni yuborib qo'ying, manfaatli bo'ladi. Sizlar bilan onlayn kanal.